Endi biz yeni bir mehmanimiz Gülnar İmam hanım bilen ana til to'g'risida suhbat ilib boramiz. Hammaninki diqqati ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Gülnar hanım. Aleykümselam. Ekranımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Necha vaqtdan beri bir qancha qitim programma qilishni o'ylashgan bo'lsaqmi, ammo vaqtimiz bugunga surilib keldi. Necha vaqtdan beri qilayotgan xizmatlaringizni ko'rib turyapmiz, anglayapmiz. Allohning rahmati bilan ayollarimizning ichidan sizlardek nihoyat fidokor qarindoshlarimiz, hemşehrilerimiz chiqib nurg'un xizmatlarni ilib beryotidi. Sizni biz qisqacha tanib o'tsak, undan keyin suhbatga kirib ketsak deb o'ylayman. O'zingizni bir qisqacha tanishtiramsiz? Buldum. Alayda bir tercümanım. Ben Zonlucu vilayette tevlip çoğun buldum. Alayda hesaplaşma buldum. Matip kesbede. Norvegiya kelip yaşavat yıl buldu. Başka nurgulagan atalarga okşaş adli bir ana. İki oğlum var. 5 yaşında ve 9 yaşında. Özüm Norvegiyadagi Oslo şehrida, poytaxt Oslodagi bir ayollar ve ballar taraqqiyot markazida Norveç tili o'qituvchisi bo'lib ishlayman ve farzand tarbiyasida yetakchi bo'lib ishlayman. Hem qo'shimcha Oslo Uyg'ur ana til maktabida ana til o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Hem 2016-yildan beri şu taş alma ana til darsxonasi orqali vatan ichi va sirtidagi ata-onalarga oilalarni asosgan ana til ma'rifida yordamchi bo'lib kelyapman qo'limdan kelishicha. Ya'ni bu oila bo'yicha yordam qilib kelayotgan bu xizmatingiz Uyg'urlargami yoki boshqa millatlarmi? Farzand tarbiyasi demakchimi? İdaredeki xizmatim. Bu idaredeki xizmatimda ikki xizmatim bor asoslig'i. Birisi ko'chman ayollarga Norveç tili darsi berman. Norveç tili o'qituvchisi bo'lib ishlayman. Yana birisi bizning idaredeki bir tür bo'lib, bu turda onalarni asos qilamiz, hamda onalar bilan bolalar o'tirsidagi bağını kuchaytirish, sog'lom bo'lgan aloqa qurish, sog'lom bo'lgan farzand tarbiyasi to'g'risida yetaklaymiz, yetakchi bo'lamiz, maslahatchi bo'lamiz. Yani o hamda hamma millatdagi onalarga berilgan bir xil kurs shaklida davom qiladi. Yani bu psixologiya jihatdan, ma'naviy jihatdan bunga chetishliqmi bu xizmatingiz? Albatta, hamma jihatga chetishliq. Hamda men o'zim pedagog emas yoki bolalar psixologim emas, lekin bu bizning idoraning yangi boshlagan bir turi bo'lib, endi bu Norvegiyadagi yani bolalar ve taraqqiyot ministerligi deymiz. Shularning ma'rif ministerligi bilan hamkorlashib, shu Norvegiyadagi chet elliklar, ya'ni ko'chman millatlar orasida yaxshi bo'lgan farzand tarbiyasini ilib berishga uchun yangi boshlangan bir tür, bir xizmat. Norvegiyadagi farzand tarbiyasi bilan shug'ullanadigan shu tadqiqot olib boradigan tadqiqotchilar uzun muddatdan beri ilib borgan tadqiqotlarga asosan tayyorlagan kurs material tutturib bizni tarbiyalaydi hamda. Biz yetakchi bo'lib tarbiyalanib, anandan keyin biz chet ellik ota-onalarga yetakchi bo'lib xizmat qilamiz. Mening uni so'rashimda bizningki bugungi Uyg'ur jamiyatidagi bo'lib chet el muhojirlarninki ayollar bo'lsin, ayollik hayot bo'lsin, bu jihatdan nurg'un qiyinchiliklarga duch kelayotganligimiz hammalarga ayon. Bu jihatlardami shunday xizmat qilish imkoniyatingiz bormi? Yani bugungi dunyoda to'rdan foydalanish orqali mana shunday masalan internetdan foydalanish orqali dars o'tkazib bo'ladigan yoki har qanday bir qilish tegishlik imkon bo'yicha qila oladigan ishlarimiz nihoyat ko'p. Bu shunday holatda, yani
Uyg'urlarga nisbatan xizmat qilish ehtimolimiz bormi? Albatta, ya'ni bu turmu masalan Norvegiyada nurg'ulg'an masalan ommaviy tashkilotlarda masalan ma'lum bir millatdagi onalarni bir to'p qilib berildi ba'zi bu kurs. Masalan, bizning sinflarimizda o'qiyotgan masalan Norveg tili kursimizda o'qiyotgan onalarning ichida masalan Somali ayollar yoki masalan arab tilida so'zlashadigan onalarning shunday kurs qatnashganlari bor. Ya'ni bu ma'lum bir davlatdan kelgan fuqarolar o'zlari uyushib qurgan ommaviy tashkilotlarning yetakchiligida shunday kurslar uyushtirildi ham shu tilda so'zlaydigan yetakchilar kelib shunday kurslarni qilib berdimdi. Shu jihatni aytib aytganda bizning buni Norvegiyadagi Uyg'ur ota-onalarga va yoki siz degandek to'g'rining vositalari bilan dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur ota-onalarga bu yoqda o'rganganlarimizni o'rtoqlashsak, albatta bo'ldi, yordamchi bo'lsak. Endi shu vaqtimizga, zehnimizga qaraymiz. Bizning vaqtimiz, imkoniyatlarimiz yor bersa, biz albatta u xizmatni qilamiz. Ham bundan bizmi xush bo'lamiz, o'rganganlarimizni o'z millatimizga yetkazaldik deb bundan albatta xush bo'lamiz. Ya'ni sizningcha mushundaq bir masalan men burun shuni o'ylagandim, bir danishmandlik deyli yoki turmush maslahatchisi deyli. Hayot ne tushundirib beradigan va yoki turmushni tushundirib beradigan er-ayollar o'rtasidagi munosabat masalalarida biz xalqimiz Uyg'urlar nihoyatda tuvan bir darajada ketyapmiz saviyada. Masalan biz cho'ng'ilib to'y qildik, baliq bo'ldik. Ammo to'y qilishning nimaligi er-ayollik munosabat, er-ayollar o'rtasidagi so'zlashish, muomalat, do'stlik, muhabbat degandek mana shundaq narsalarda nihoyat tuvan bir ma'lumotimiz bor. Mana shundaq ya'ni bugungi psixologiya ya'ni psixolog o'qiyotgan bir qancha qarindoshlarimiz ichkaranga kelib shuni deyapti, Uyg'urlarning psixikasi buzilib ketdi deb. Shundaq masalalar kelgusida bir Uyg'ur ayollarga, Uyg'ur erlarga masalan bu jihatda bir xizmat qilish imkoniyati bo'ladimi? Chunki bek muhim xizmatlarning birisi tashlanib qoldi. To'g'ri deysiz, chunki beshimizga og'ir kulfatlar kelganligi uchun bizning psixikamiz buni ba'zi ko'tardi, ba'zi ko'tarmaydi. Biz bir azob bilan yashayapmiz. Endi bu tabiiyki bizning kundalik hayotimizga, turmushimizga jiq besimlarni olib keladi. Bizga qiyin keldi ko'p hollarda. Albatta hamda bizning bu kurslarda o'qiydiganimiz ham o'zimiz mulozimat qilayotgan ko'chman ayollarga dars qilib o'ttiradiganlarimiz asosan ota-onalar o'rtasida munosabat bo'lmasin. Albatta bu ota-onalar o'rtasida munosabatmi bolalarga ta'sir ko'rsatadi tabiiyki. Bizning so'zlaydiganlarimiz asosligi ota-onalar bilan bolalarning o'rtasida munosabat. Ya'ni bir bolaning sog'lom psixik safa bilan sog'lom ruhiy va jismoniy jihatlardan sog'lom, xushal-xuram o'sib yetilib, bir o'zini bir baxtli insonlardan his qilishida bolaning shu kichik yoshlardan boshlab ota-onalarning roli nihoyat cho'ng bo'ladi. Endi biz asosan shu bilimlarni o'rganamiz. Albatta bizning muajiratdagi bolalarimizning ruhiy dunyosida og'ir besimlar bor. Bu dardlarni biz cho'nglarni aram ko'taryapmiz, lekin bizning bolalarimizning buni yushirib qololmaymiz. Ham ularni anglayapti. Ularning bilganlari asl ma'nosini aytib aytgan bir bolalarning hayotida bo'lmaslik tegishli ishlar. Undaq azoblarni bir kichik bolaning psixikasini ko'tarmagan nihoyat tez amaliyotda. Shu jihatlardan albatta bizning qiladigan nurg'un xizmatlarimiz bor. Ya'ni bizmi o'zimizning bilganlarimizni o'tirib qo'ysak, shu sohada o'qigan, ya'ni biz shaxsan men o'zimni hargizmi bir psixologiya penida yoki bolalar pedagogik yoki bolalar pedagogikasi va yoki bolalar psixologiyasi deymiz-ku. Shunda o'qigan kasb ehllari bilan men hargizmi o'zimni solishtirolmayman, lekin agar biz shundaq fanlarda o'qiganlar yoki men yoki u degandek hammamiz o'zimizning bilganlarimizni oilalarga yetkazsak, bu albatta hamma oilalar uchun bir manfaatli tiyim bo'ldi. Men ham buni nihoyatda qilishga zarur, qo'lga ilib darhol qilish kerak bo'lgan muhim xizmatlarning biri deb qarayman. Albatta bizning bugungi temamiz bu emas, ammo bek muhim bo'lgan bir kasbda xizmat qildi ekansiz. Bo'labmi Yevropa taraflarida bek muhim deb biladi bu masalalarni. Ya'ni psixik doktori bu yerda o'zingizning xabari bor.
odatdagi bir masala va hamma yerdan tepiladigan bir masala. Biz Yevropaga kelishdan burun bunda bir psixik doktori degan narsani bir jiq anglab boqmabdi ekanmiz. Bular vatanda unda bir gap yo'q, psixik doktori deb. Faqat og'rib qolsa, fizik jihatdan yaralansa doktorga boramiz, bo'lmasa unda bir psixik alohida doktorga bormaymiz. Ammo bu yerga chiqqandan keyin butun shaxslarning bunda bir doktori bo'ldi ekan. Asli kasal emas ekan bular, ammo inson psixikasining har zaman nimaga uchqab turadiganligini bildi ekan bular. Besim uchqab turganini bilib, shuni asta az bo'lsin tövəltiş uchun psixik doktori degan bir nom bilan davolaydi ekan. Ammo Uyg'urlarda bundaq narsa mavjud emas hozirgacha, mening bilishimcha. Shunga buni agar sizda shunday bir plan bo'lib qolsa, shaxsan men bek muhim deb qarayman va boshqalar ham shunday qaramdi. Bu masalada Uyg'ur qarindoshlik studiyasi maxsus programma o'rinlashtirib bersak bo'ladi. Ya'ni oilalarga, ota-onalarga psixik jihatda va yoki turmush maslahatchiligi masalasida ayollik bo'lsin, qiz o'g'illarningki uylanish, yotliq bo'lish masalalari bo'lsin. Chunki muhojir hayotda yangi bir avlodlar yetishib chiqyapti. Ularmi bizning bolalarimiz bo'lib yetishib chiqyapti. Biz bilmaganligimiz uchun ularga biz o'rgatmayapmiz. Shunga sizning bu kasbingizni taraqqiy qildirmasak bo'lmaydigan muhim kasb ekan demoqchiman. To'g'ri. Endi masalan bo'libmi men o'zimga munosabatlik bir ishni ilib bilsam, masalan bizning beshimizga kelayotgan shu azob uqubatlarni, kulfatlarni bolalarga qanday tushuntirish. Masalan bolalarga ba'zi gaplarni undaq Xitoylar mandaq qildi deb bundoq yolg'onch depasa bolalarning ko'z oldiga nihoyat qo'rqinchli bir manzillar keldi. Buni bir kichik bolaning masalan 6-7 yoshlik, 7-8-9 yoshlik bolalar masalan buningga har xil inkos qaytarib, masalan bolalar uxlayolmaydigan bo'lib qolgan. Masalan mening bolam tüyoqsiz bir savollarni so'raydi masalan. Nihoyat ko'ngillik bir faoliyat qo'yibmi, biz nima uchun vatanga borolmaymiz, lekin nima uchun biz bovam-momamni ko'rolmaymiz degandek. Mana shularmi shu bolalarning bolalar nihoyat ta'sir bo'lganligi buning bir ig'ir savollar amaliyotda bovam-momasini ko'rolmaslik yoki bir telefonda ko'risholmaslik degandek. Mana shu masalalarda ota-onalar agar bolalar bilan qanday aloqa qurish, bu masalani bolalarga qanday tushuntirish, ham shunday bir ig'irchilik ichida bolalarning qaysar xarakterini qanday yetildirish, ya'ni bolalarning psixikasini asos qilib turib, shu yoki bilimlarga, prinsiplarga hurmat qilgan asosda, xilaf qilmagan asosda bolalarning psixikalarini ig'ir zarbalardan, hujumlardan asrab qilish uchun mesela ota-onalar shu haqda munosabatli bilimlarni egasi, bu albatta nihoyat yaxshi bo'ldi hammamiz uchun. Shunga bo'lsa siz o'zingiz dedingiz, masalan, shu haqda suhbatlar bo'lsa, kasb ehlilari maslahatlarni berib, bilimlarni o'rtoqlashsa, men buning uchun shaxsan men bir ota-ona men nihoyat xush bo'laman. Bu bizningki rahmat shunda deganingizga, ya'ni bugun bo'libmi Yevropa tavasidagi Uyg'urlarning bolalari nihoyat jiddiy bir psixik stressga, jiddiylashishga duch keldi ekan bu yerda. Chunki bu yerdagi bir sotsial hayot, cho'nglarning yo'qligi, undan keyin havoning nacharligi, undan keyin bir qancha masalalar birlashib bolalarga ta'sir qildi ekan. Biz buni farzandlarimizda ko'rdik ekanmiz. Shun bundaq bir ishninki butun dunyo miqyosida, ya'ni men bugungacha ko'rmadim, ya'ni Uyg'ur bolalarni tarbiyalaydigan, ya'ni psixologik tarafdan bo'lsin, ya'ni qanday yashashni o'rgatish tarafdan bo'lsin, ideaviy tarafdan bo'lsin, bundaq bir ya'ni Uyg'urlarning maxsus yerini men ko'rmadim. Faqatlam chet elda ichilayotgan ona til maktablarida shu til o'rgatish, u bu vakaza bo'ladi, ammo hozir siz bilan men deyishayotgan bu tema yo'q o'rtada. Shundaqmi? Yoki bormi bir ayat ko'rdingizmi? Endi men shaxsan ko'rmadim, balki bor bo'lishi mumkin, lekin maktablarda shaxsan men ham o'sha Uyg'ur maktabida, ana til maktabida dars beraman. Bolalarga til o'rgatamiz, dinini o'rgatamiz, madaniyatimizni tanishtiramiz, tariximizni so'zlaymiz degandek, bolalarning til hozirligi mas bir shaklda. Endi shundan shu vatanda bo'layotgan azoblar tabiiyki bir tiym bo'lib o'tirib chiqadi. Shu chaqda bir xil ehtiyotchan bo'lman bolalarga yetkazishda. Bir xil bolalarda bir xil qo'rqinish shakllanmaydigan iboralarni ishlatib, gap so'zlarni ishlatganda, so'zlarni tanlaganda, shundoq bir narsalarni so'zlab turgan kunlari darslarni oxiriga chuqur bir ko'ngillik o'yinlarni o'rlashtirma degandek. Ya'ni bolalarning texnik yetilmagan nurg'un ishlarni tushunmaydigan,
bu aciz psixikasıga eg'ir kelib qolmasin deb ehtiyot qilma. Demakchi, siz degandek endi bu yerda balkim bizning o'rganganlarimiz haqiqatan nurg'un. Shundoq. Hmm. Yani hozir bugungi kunda masalan Gollandiyada bor ona til maktablari, yani kurs deymiz, dernekler, vakıflarınki. Şahsen ben bu yerde bir iki yıl ders öttüm. Ondan başka Türk mescitlerde Türk ballağa, Arap ballağa ders öttüm. Benim hayatım bu ya şu küçük ballağı bilen meşgul bolaş boludu. Ama biz bu ballağın işini hakikaten kolumuzga ilip tutmadık mesela. Şu Kur'an öğütüş, til öğütüş, milletinin tarihini anca munca öğütüş degендek meselelerde ama ma chet ellikler, Avrupadagilar buni qo'lga oldi. Masalan, bu jihatni nihoyat diqqat qildi. Shuning uchun masalan Gollandiyada o'qituvchi krizisi bor. O'qituvchi topolmaydi bular. Hatto o'tgan qatimliq anglagan qabrimda 10 ming o'qituvchi lozim ekan Gollandiyaga. Bu xizmatning tasdiqi, bu xizmatninki oddiy xizmat emasligi, bu xizmat qildiganlarninki ozligi tufayli va davlatda nihoyatda muhim bo'lgan bir organ ekan bu o'quv o'qitish masalasi. Biz hem de onu qo'shimcha shaklda u yer bu yerda ancha muncha taraqqiy qildiryapmiz. Xo'sh, Yevropa ma'rifi yoki Norvegiya ma'rifi bilan Uyg'ur ma'rifidagi farqni biroz deb bakamsiz? Endi bu nihoyat bir cho'ng tema. Bizning endi muajiratdagi milliy ma'rifimiz deylik. Milliy ma'rif vatanda vayron qilindi. Muajiratdagi Uyg'urlar endi shuni barpo qilish uchun, rivojlantirish uchun kuchayyapti. Endi boshildik bu xizmatni desakmi bo'ldi, meningcha bo'lganda. Endi Norvegiya ma'rifi boshlangan nihoyat uzun bo'lgan, taraqqiy qilgan, sistemlashgan, nihoyat mukammallashgan desakmi bo'ldi bir ma'rif deb qarayman. Norvegiya ma'rifining eng asosiy nuqtalarini endi mening o'zimning ikki o'g'limning yasli va maktab ma'rifidan yig'in chaqlasam, meningcha bo'lganda Norvegiya ma'rifi bolalarni birinchi o'rin qo'ydi. Albatta bu yerda bolalarni birinchi o'rin qo'ydi deganimiz hamma bolalarga siz bir muhim inson, sizni biz ko'ramiz, ehtiyojlaringizni ko'ramiz. Biz sizni qandaqdir bir bilim egallatish uchun bu yerga yig'ilmaymiz, yaslilarga, maktablarga. Yasli maktab oldi bilan bir nihoyat ko'p do'stlar bor. Nihoyat ko'ngillik bir hayot bor, bir sorun. Bu yerda har bir bola o'xshash bir qadr qimmatga ega. Ya'ni bu yerda masalan biz kichik vaqtlarimizda beshimizni o'tkazgandek darsda yaxshi bolalar azizlanib, yaxshi emas bolalar chat boshqalarning nazar tushmaydigan undaq bir ishlar mavjud emas. Ammo bolalar bir bola bo'lganlik uchun, bir inson bo'lganlik uchun qadrli. Hargizmi darsni yaxshi o'qiganlik uchun va yoki ifodasi yaxshi bo'lganlik uchun qadrli. Sen darsni yaxshi o'qimaysanki, shuncha uningdek qadrli emas yoki muhim emas deydigan ishlar mavjud emas. Ma'rifda bilim yetkazishdimi? Masalan, eng oldida mangan bir turkum bolalarning o'zib chiqishini unchola bek muhim deb qarab ketmaydi. Aksicha, hamma bolalarning o'z ehtiyojiga moslashgan bir ma'rif bilan bilim elishini eng muhim o'rin qo'ydi. Shunga masalan, sog'lom bolalar bo'lsin va yoki alohida bir ehtiyoji bor, jismoniy va ruhiy jihatdan bo'lsin, hamma bolalarning ehtiyojiga qarab turib o'qitish programmalarini tayyorlaydi. Undan boshqa maktablarda masalan bilim yetkazish deymiz. Bu fanniy bilim yetkazishmi pek muhim. Lekin bundan sirt masalan güzel adab axloqlarni o'zida yetildirgan fazilatli insonlarni tarbiyalashni pek muhim nuqta deb qaraydi. Men shunday hisob deb his qildim Norvegiya ma'rifini. Mayli yasida bo'lsin, mayli boshlang'ich o'rta maktab bo'lsin, fazilat tarbiyasi pek muhim o'rin turdi. Buni masalan tuzilgan kitoblardagi mazmunlarda his qildi odam. Endi maktabga har qaysi fanlarga yondosh qilib qiladigan proyektlar bo'ldi, har xil turlarni ishlaydi maktabda bolalar kichigidan boshlab. Shulardan his qildi. Bular bir xil o'zaro ko'ngil bo'ldigan, mehr-muhabbatni muhim deb bildigan, go'zal bir dunyo barpo qiladigan fazilatli insonlarni tarbiyalab chiqishni maktab ma'rifida bolalarga fanniy bilimlarni o'rgatish bilan teng muhim o'rin qo'ydi. Balkim bu nurg'ulg'an g'arb davlatlarida
bir umumiy ahvol bo'lishi mumkin. Bu shaxsan mening his qilganim. Albatta bu Gollandiyada aşınanga yan düşüdü yani aşınanga o'xshagan bir şekilde. Xo'sh, endi biraz o'zimizning temasiga kelsak, sizningki qilayotgan xizmatlaringizni ancha-muncha ko'rib turyapmiz, bilib turyapmiz. Ayollarımızın içinden bir kısım fedakar ayollar çıkıvatıdı. Hemmisinin isimlerini sanap olamayım. Xo'sh, siz hozir qilayotgan xizmatingizdan biraz ma'lumot bersangiz, shuni qarta lekin suhbat kirgizsak. Başta deganimdek men bir Uyg'ur onaman. Uyg'ur ona bo'lgankenman men endi shu vatandan yiroq yurtda tug'ilib cho'ng bo'lgan ikki bolamni boshqa ota-onalarga o'xshash qanday qilsak Uyg'ur qilamiz deb shu vaqt izlandik. Cho'ng o'g'lim hozir 9 yoshga kirdi. Cho'ng o'g'lim kichik vaqtlarida 2-3 yosh vaqtlarida yangi tili chiqdi, hamda so'zlashga boshlaydi deymiz-ku. Shu vaqtlardan boshlab shu to'rlardan shunday chiq materiallarni izlaydim. İzlagan vaqtimda materiallarni topolmay, bir xil jilib qolatdim. O'ylaydim, bizda bolalarga Uyg'urchalarni yaxshi o'rgatayotgan ota-onalar jiq, lekin biz ashtamda o'rtoqlashmaymiz ekanda deb o'ylab qolatdim shu chog'larda. Keyin yana bir farzandlik bo'ldik. Shu orliqlarda undidorlarda ancha-muncha bir xil sohalarda dars o'tadiganlar borliq keldi. Xo'sh. Men endi undidorlarni ayinchaqda men kechikib ishlatib ekanman. Boshda yangi chiqqan vaqtlarda men ishlatmagan. Uydagilar bilan telefonlar ko'rishib qilgan ekan. Keyin shu jarayonda bir necha iznishchan onlar bilan tanishdik, o'zaro fikr almashtirdik. Dastlabda 2016-yili qishlarda deyman biz bir undidorda bir to'p qurib, bir o'zaro bir tajriba almashtirgan bir to'p qurdik. Shu yerda onlar, muhojiratlik onlar bor, uning vatan ichidagi onlar bor. Vatan ichidagilar xil jiqdi. Chunki vatanda ona til ma'rifi yo'q qilingandan keyin shu chog'lardan boshlab shu oilalarda ona til ma'rifini biz o'zimiz ota-onalar asos kuch bo'lib bolalarimizga qanday ilib borsak bo'ldi deb shu vaqt izlanadigan, o'rganishni xohlaydigan onalar shunday chiqdi. O topda tecrübelerini ortaklaşaydı deb qurilganimiz bilan boshqalar ancha o'rtoqlashmaganligi uchun to'liq shu men o'rtoqlashib qolganligim uchun o top bir darsxonadek bo'lib qoldi demdik. Keyin endi bu mazmunlarni men boshqa narsa so'zimdi, men faqat o'zimning beshikdan o'tkazganlarimni, o'g'limga ona til tarbiyasini qanday ib borganimni, bu jarayondagi erishganlarim va o'zim bundoq qilmasam bo'lib kelsin, bundoq qilsam texim yaxshi bo'larkan deb shunday bir xuloslaganlarimni, ham shu jarayondagi onliq his tuyg'ularimni o'rtoqlashdim. Faqat bular bir xil bek ilmiy tusamgan, lekin bir nisbatan qo'llanishchan deb o'yladim men boshqalar manfaatli bo'lganini his qildim. Shundan keyin takliflar keldi, shu to'p bir davomlashsa, bo'lsa bu darslar bir sistemalik bir bayon yetkazilsa deb. Qilgandan keyin biz ham demakchimi bizning oramizda shu chog'larda ashta bir darsxonalarni qurganlar yo'qdi. Shuning bilan men garchimda pedagog bo'lmasammi, endi rasmiy yo'sinda mushtaq darslarni, sifatli darslarni o'tadiganlar chiqcha, ham biz qanday bo'lsin shu qo'limizdan kelishicha qilib tursak bo'ldi degan maqsadda Taş Alma deb ismini birini qo'yib, shu Taş Alma ona til darsxonasi deb shuni undidorda o'tdik. Endi o darslar asosiga ikki cho'ng mazmunga ayrildi. Biri tug'ilgandan maktab yoshigacha, ya'ni 6-7 yoshgacha bo'lgan oiladagi ona til tarbiyasi, ya'ni bolalarning til taraqqiyotini qanday ilgari suramiz. Ya'ni hayotimizda bir cho'ng boshqa til bizni boshqarayotgan bir sharoitda, masalan, bizning hayotimizda Norvegiya tili bor, vatandagilarning hayotida Xitoy tili bor degandek. Bu bir cho'ng mazmunda yosh bosqichlarga bo'lib so'zladik. Mushaq tadqiqotlarning nazariy bilimlarini yetkazishga tirishdik, ham uni o'z turmushimizga, o'zimizning Uyg'urchimizga tadbiqladik. Buni nisbatan bir qo'llanishchan shaklda yetkazishga tirishdik. Siz biraz keyingi dacıvrak sözlüsünüz oldu ki. Oyunlar deymiz, naqşı qo'shoqlar deymiz, materiallarni qo'limizdan kelishicha tayyorladik. İkinci cho'ng mazmunimizda bolalar maktab yoshiga yetgandan keyingi savat chiqarish. Endi shu bolalar maktabga kirdi, kirgandan keyin boshqa bir tilda o'qib yozishni o'rganadi. Andan keyin bizmi o'zimizning ona tilimizda o'qib yozishni bolalarga o'rgatamiz.
Bunu qandaq ip barımızını savad chiqarishdan burungi tayyorlik va savad chiqarish va savad chiqarishdan keyingi o'rganish haqida qisqacha to'xtaldik. Ammo shu jarayonda o'zimning o'g'limning savodni chiqarish jarayonini asos qilib turib materiallarni tayyorladim. Aslida bolalarimga ishlatganimni qildim, yengidimni tuzdim. Qilib shu materiallarni ham PDF shaklida ta'minladim. Ayni chog'da undidagi darsxonalarimizda odam shundoq to'shib ketadi. Chet eldagilardan vatan ichidagi onalarning qizg'inligi bek yuqurdi. Hatto u darslarni onalarga o'tatdik. Hatto otalardanmi ashtaq iltimoslar keladi. Otalarga ashtaq sizdan assanglar deb. Keyingi qarorliq darsxonalarimizda onalar demadik, analarimiz kirib anglagan darsxonlar bo'ldi degandek. Keyin undidorlar to'xtagandan keyin WhatsApp'da 2 qaror darsxona qurdim. WhatsApp'da odam oz bo'lgan, 200 necha odam bo'lgan kun daqchiq atalar qatnashmay qolgan. Shuning bilan bu da bu ilib berimiz nashrdan chiqdi rost. Ilib berimiz chiqqandan keyin endi bu ilib berni bir qo'llanish ota-onalar bo'lsin va yoki maktablarda bo'lsin qo'llanma sifatida. Bu ilib berni qanday qo'llanamiz? Bu dars o'tish qo'llanma sifatida bir dars qilib o'tib berayli deyapmiz. Endi burun to'pladi odam soni bek cheklik bo'lib qolganligi uchun endi biz tosh olma deb o'zimizning tor bitimizni yasadik. Shu tor bitimizda endi biz shu xizmatlarimizni davom qilamiz endi. Shuna bo'lganda odam soni cheklanmaydi, kim kirib bu yerda darslarning ün nusxasi deymiz, sin nusxasi deymiz, yozma materiallar, har xil mashqlar degandek ham materiallarimiz shu yerga qo'yildi. Shu xizmatlarimizni shu yerda davom qilamiz deb niyat qilyapmiz inshaalloh. Tor bitingizningki ismini deb beramsiz qarindoshlar foydalansın. Taş alma yani Latince Uyghur tilining Latince yazilishi bilan tashalma.com deb kirsa shu tor betimiz darsxonamizning. Demiş balla ma'rifiga munosabatlik darslar so'zlandi shunami? U yerda ona til ma'rifi. Ana til ma'rifi. Endi ma taş alma deganimiz asosligi oilalarni asos qilgan ona til ma'rifiga yordamchi bo'lish uchun qurilgan. Hem yetkizayotgan mazmunlarni asosiy jihatdan shuni maqsad qildi. Chunki biz Uyg'urlar men boshdan oxiri shundoq deb o'ylayman, chunki Uyg'urlar bugun bek tarqoq. Masalan, cho'ngroq shaharlarda, markazimizda usullarda Uyg'urlar jiq degan bilan, masalan, Norvegiyaning boshqa jiroq shaharlarida, masalan, bir shaharda 2 kishi Uyg'ur yashaydigan. Yoki bo'lmasa, shu ilibani yetkazib berish jarayonidami zakazlar keladi, men his qildim. Nurg'un chet yerlarda, masalan, bir shaharda, bir rayonda bir Uyg'ur o'ltiraqlashgan ashtaq oilalar shuna jiqkan. Shu mandan elib aytganda bizning iliqi bu chet eldagi ona til ma'rifini biz iliqi Uyg'ur ona til maktablaridan iborat bu bir xil shaklda emas. Bu ota-onalarning o'zini ona til o'qituvchilar qilib tarbiyalashi bek muhim deb o'ylayman. O'sha savodli bilimlarni egallashi. Yana ham ona til degan oilada o'rganadigan til asosligi. Ya'ni Allah tug'ilgandan boshlab o'rganadigan til hargizmi bola ma'lum yosh 4 yosh 5 yosh kirganda anandan keyin bu bolani ana til maktabga olib borsa, ana til muallim haftada 3 soat kirib shu 3 soat o'rgatib qo'ya oladigan til emas. Ya'ni bu chet eldagi ana til ma'rifimizda yaxshi bir unumni qo'lga keltirish oiladagi tarbiyaning qanday bo'lishi bilan bek cho'ng darajada munosabat. Ya'ni ota-onalarning o'ynaydigan roli bek cho'ng. Shunga hamda shu tosh olmani asosiga birinchidan o'zimning tajribalarim bo'lganligi uchun oilada bolalarimga o'rgatish jarayoni to'plagan. Yana birisi men shundoq oilalardagi ona til ma'rifini jonlantirish bek muhim deb qaraganligim uchun shu darsxonalarni shundoq yetkazib keldik. Albatta bu darsxonamizga mazmunlardan bu ona til maktablaridagi o'qituvchilarmi foydalana oladi bu mashqlarimizdan, yasayotgan materiallarimizdan degandekchi. Qisqalarimiz nayt cheklik. Lekin nima deymiz, planlarimiz jiq. Lekin odam kuchi deymiz, mablag' deymiz, vaqt, zehnlarimiz shu yetishicha qilyapmiz birdan. Albatta. Ya'ni bu jihatda masalan bizning bir plan loyihamiz bor. Uyg'ur qarindoshlik studiyasining. Havoda Uyg'ur mahallasi qurib chiqish deydigan.
Çünkü emmeylen her devlette çeçilip kettik. Norvegiýadım açtak, Gollandiýadym şundaq Uýgurlar naýat tarqak jyrak yaşayımız. Ama ekranını assaklam yançuqymyzdaki telefonunun ekranını şundaqla assak bir-birimizni göreleydigan ve sözümüzni anlayalaydigan ve dersimizni öteleydigan bir näse ügüneleydigan bir şarait Allah'ın rahmeti bilen ba emmeylendi. Şoňa eger bunundan togry paýdalanýan bolsak internet dünýasydan aynı zamanda bizim o Şarkı Türkistan'daki kırındaşlarımız bilen dini davetler boldy. Nurgun insanlar bunundan paydasını aldı mesela. Hazırның özüde Xitay şunundan qoqqanlyk üçün bütün teşviqat nemesini takip etdi mesela. Çünkü halkımızını bu vasıta bilen qozgap ötiş ihtimalımızmı var idi mesela. Şoň çet eldeki Uýgurlarny qozgaş, çet eldeki Uýgurlarny terbiyeleş hulasada çet eldeki ballarımızı, perzentlerimizni terbiyeleşde mence internetten ibaret bu vasıtını qat'iy selçaqlaşqa bolmaýdy. Bolapmy jally, yani näq meydan ders ötseňiz mence inşallah ýene nurgun. Yani aş wetendeki kyryndaşlarymız nim kılgandek haletini şekillendiremesekmi ama yani bir özümüzden ma'lum derecede maqsadymyzga ýetelýärmiz dep oýlaýmyn. Bu pikiriňizme bütünlej qetilmä. Yani tor, ekran öýgünüşimizden ýaxşy wastytsy bolaýdy. Koral süpetinde elbet paýdalanaýmys. Mesela muşuň misaly süpetinde men balalar üçin kıgalarımızdan mesela Uygur adaşlar topu dep WhatsApp'da bir top kurulgan. Balhasel Uygur tilim dep hazır Hadice Abdülaziz dep bir kısmımız var. YouTube'da bir kanalını açkan. Anan keyin ana til televiziýasy ýokluqdan barlyk geldi. Nurgullygan serlikli numurlaryny orulap balalar sunuldu. Ana til televiziýasy sizlerniňmi? Men ança-munça öz gücümle çıkıp geldim. Asasığı Germaniýa Gerida akımız baş bolup şu pikirini oturup koyup köp ejirler bilen ballarımız üçün şundaq bir televiziya kanalyny ýokluqdan barlyk keldirdi. Bu ýerde meniň alaydy, rahmetlerim bar, teşekkürlerim bar. Onundan başka mesela Yaponiýadaki işki ösmür balımız YouTube'da balalarga kategoriýalap uçu sözlerini üýtedigan mesela videolarny koyup atydy opsiýan ýardymyda. Ýene Germaniýada, Türkiýede, Amerikalarda ýaşaýdygan bir neçe anlar toplanyp kurup perzent terbiýesi hakydaky kitaplarny terjim kılıp okup atydy Instagram'da, YouTube'larda. Dünýäwi nadir balalar resimli kitaplaryny videolu kılıp okup atydy. Ballarımızın koşaklarını okup diyendek. Ama şundaq ekranlarning hakikaten balalarga ýylyk şundaq bir ügünüşni jallandyrdy hakikaten. Endi muşu kıvat kaldırımız bir başlanışı. Endi tehimiz serhil kılalsak bununda ýylyky ýaxşy başlandy. Endi balalarga tehimiz süpetlik programlarny, ügünüş sorunlaryny hazırlaş üçün pedagoglar, muzikantlar, şairler, mesela senariýa ýazalaydyganlar dramalarny kılıç gerek. Muzikantlar müzik işlep beriş gerek, şairler tekst ýazyp beriş gerek, nakşçılar nakşdan ip beriş gerek diyendek. Her sahadaki şu okuganlar aldırmagan güçler bunu güç katalysa, tehim süpetlik aşlak programmalarını çıkarly, balalarga sunguly boldu. Hem buna hakikaten bek paydasy bolatdy balalaryň ana tili öýrenişiге. Elbette. Yani bunu da men bu bütün gücüm bilen kollayım ve bizimki stüdyo bütün gücümüz bilen kollayımız. Burunmu bir balla programımız başlatkan biz ama vakti yetişemeye kaldık. Ayağı devam kılamaya kaldı. Bunun dinkine inşallah biz bunun da güç katışını kallayımız ve şu ana til televiziyyasının kıyırındaşlarımızga men bu rahmetimni bildirmem. Mana şundaq ballar üçün bek bir näse kemçil bizde şu. Bir näse bek kemçil aslında ait toşak bulaş gerek, her ýerde çeçilip duruş gerek ballarınki programmaları. Ama kollaşqa jyk erişemegendiki nurgun programmalarny qyp bolamaýdy ekenmiz. Sizin koluňuzda, ýynyňyzda barmy ana til derslik kitaby? İlipbe hazır ýenimde ýok. Mektepde. Ana til mektepde, mektemizde. Çünkü onuň bir ilanyny kılıp alatdyňyzda, ama biz wagtyň ýetişmegenligi tüpeýli siz bilen biz paraňlaşamadyk, gepniň oçuky. Onundan başka torbitanızdaki nemisi boldu. Allah halis bütün kıyırındaşlarımızı
hemşehrimizning to'rbiti taş alma chikit.com'ga kirib ziyorat qilishini, u yerdan foydalanishini umid qilaman. Uningdan boshqa xizmatlaringiz-chi? Ya'ni bo'lsa bunimi devasak, uningdan keyin men boshqa savollarim bor, shuni so'rayman. Mening qilayotganlarim hozircha shunchalik. Endi biz albatta ko'p xizmatlarni qilishni xohlaymiz, lekin nima deymiz? Men endi yoki men ashtaqmi yoki bo'lmasa boshqalardimi bormi bu ahvol. Endi hammamizning bir oilamiz bor. Onaning oilada yuki ig'irroq bo'ldi. Kuniga 8 soat ishlaymiz. Kichik bolalarimiz bor degandek. Endi shu ishlarni shu oilamizdan, xizmatlarimizdan, bolalarimizdan ishini chiqarib, vaqtlarni chiqarib qilgan gap endi. Endi bu xil fidokorlikni shundoq voyaga yetkazib, texmi ko'p kuch, zehn, vaqt chiqarib qilgimiz keldi. Lekin shu yor bermay qoldi sharoitlarimiz. Lekin tirishimiz endi davomli to'xtab qolmay, texim yaxshi qilishga, texim sifatli xizmatlarni qilish uchun albatta. Albatta. Sizningki bu hozirgi ochgan maktabinglar ona til maktabi Oslodimi? Nurugiyaning. Men ishlayotgan maktab Oslodagi Uyg'ur ona til maktabi. Bizning Oslo Uyg'ur ona til maktabi burunlardan bordi. 10 yil bo'ldi tarixi. Hamda bizning shu Norvegiyadagi vatanda o'z pedagog bo'lib ishlagan bizning cho'nglarimizning Abdusamat akam 10 yillar burunlam darslarni berib, xeyli sistemli bolalarni yig'ib ashta qildik. Keyin anadagin birdan boshqa ma'lumotlar degandek ashta dars berib davomlashib keldi. Oraliqlarda uzilish bo'ldi degandek. Endi 2018-yili Norvegiya Uyg'ur komiteti 2018-yilning yil 5-ida 2018-yilni Uyg'ur ona tili yili qilib bekitib, ya'ni Norvegiyadagi Uyg'ur ona til ma'rifini mayli maktab shaklida va yoki oilalarni vasf qilish orqali jonlantirishni komitet xizmatlarida eng muhim o'rin qo'yib, haqiqatan buni ishga oshirdi. Ya'ni maktabimiz rasmiy yo'sinda Oslo Uyg'ur ona tili maktabi deb qurildi. 3 sinf bo'ldik, 3 muallim bo'ldik. Muallimlarimiz maoshliq ishlaydi hozir. Maktabning rasxodlarini Osloda Uyg'ur İslam Medeniyet Merkezimiz var, özümüzün camilerimiz var. Şu cami bütün rasxodlarini chiqirdi bolalarning degandek. Qilib biz endi bir sistemlashgan haqiqiy bir pedagogik prinsiplar asosida o'qitish unumini qo'lga keltirish uchun tirishib ishlaydigan bir maktabga aylandik desak bo'ldi. Endi bizmi borgan sari to'g'riliqqa yaqin mukammal bir maktab bo'lish uchun tirishyapmiz. Bu yerda nurg'un uchimizning hech qaysimiz pedagog emas, 3 yilimiz mushtaq bir pedagog demdik, mana shu o'qituvchi. Pedagog. Texmi boshqa pedagoglarni akab tajribalarni yig'inchoqlab, xulosalab, bundan keyingi xizmatlarni ham yaxshi qilamiz. Ya'ni yangi o'qituvchilarni tarbiyalaymiz. Programmalarimizni texmi sarxil qilib hamma bolalarimizning ehtiyojiga moslashgan bir to'g'ri pedagogiklik programmada o'qitish olib boramiz deb tirishyapmiz. Undan boshqa Norvegiyada boshqa shaharlarda ona til maktablar yo'qlikdan borliq keldi. 2018-yilda haqiqatan bir mo'lsizlik yaxshi odamni suyundirgidek yil bo'ldi deb qarayman men shaxsan. Hozir Norvegiyada Oslodan boshqa, masalan, Norvegiyaning cho'ng shaharlaridan Stavanger, Bergen deymiz, Sarpsborg deymiz, Moss, Anatın Şiin qatarlıq 6 şəhərdə 6 Uyğur məktəb var. Demək Norvegiyada hazır 6 Uyğur məktəb. 300 bala hər yekşənbə yoki şənbə günü 3 saat, 4 saatin ana til marifi aldı. Unda siz Gollandiyada işib ketibsizlar, Gollandiyada bizsi var. Yəni 5 yil işib chiqadi. Shaxsan Oslo Uyg'ur ana til maktabiga tashkilot qaror edib, bosh bo'lib iqtisod chiqarib, tashviq qilib ota-onalarning orasida tashkillab maktab rasmiy bir tashkiliy tuzumda sistemlashgan bir maktab bo'ldi deb o'ylayman. Albatta. Alloh rozi bo'lsin. Bo'lib sizlardek hemşehrilerimizninki, xonimlarninki kuch chiqarishi bek muhim bu jihatda farzandlarni tarbiyalashda. Ammo texmi kuchlansin, texmi taraqqiy qilsin deyman.
Siz ötkende Türkiye'ye ziyaret kıldınız mesela. Ondan başka mesela biz bu programını siz şu bir ay болып kaldı herhalde. Planlamak kılı. Bugün nisip oluptu. Yine Avrupa'da bolsun, başka şehirgen bağımsız başka devletlerge, Türkiye'de bolsun. Bu yerdeki bu ana til mektepleri meselesi, ballarınki mağrip meselesiga nispeten kallangizda yumaloq bir nimani sızsak, sizningcha bu e, biz to'g'ri bir yo'lda ketyapmiz ballarni tarbiyalashda, ballar ma'rifida, ana tilda yoki uningga tushmayapmiz yo tushyapmiz. Bu jihatda biz bir ma'lumot bersangiz. Dunyodagi Uyg'ur ma'rif, ballar ma'rif. Bu bir yaxşı sual boldu menimce. Men endi necha vaqtlardan beri Norvegiyadagi balalar bilan uchrashman da, etrafımızdaki Uyg'ur oilalarining bolalari bilan. Normal turmush aloqamizda va Uyg'ur ana til maktablarida. Yevropadagi boshqa davlatlardagi ancha-muncha sayohat jarayonlarida ko'rgan bo'ldik. Bu yil yozda Turkiyaga berib 2 oy turdim bolalarimni o'qitish uchun. Shu jarayonda o'g'lim cho'ng 2 yil o'g'lim shu Turkiyada Istanbulda ana til maktabiga bordi. Muyassar Ma'lumning ana til sinfida o'qidi bolalar bilan. Andan keyin shu yerdagi tanishlar deymiz, Taşlanmada ders algan analar deymiz, shularning vasitasi bilan Turkiyadagi ana til maktablar to'g'risidami ancha-muncha tushunchalarga ega bo'lgan bo'ldim. Mening his qilishimcha Turkiyadagi bolalarning ana tili Yevropadagi bolalarga qaraganda umumyuzlik yaxshi ekan. Sababi hamda asosligi Turkiyada Uyg'urlarning jiq bo'lishi. Türkiye'de Uygurlar köp, Uygur balalarının Uygur topu bilan uchrash fursati Yevropadagi balalarga qaraganda cho'ng. Andan Türkiye'de mesela ommaviy tashkilotlarmi jiq, cho'ng tipdagi faoliyatlarmi uyushtirilib turdi degandek. Andan yana bir sababi balkim Türkiye'dagi balalarning ishqilib men ko'rgan balalarning ko'pinchilari yaslini bek undaq baldur başlamaydı. Başlamaydıkken mesela analar ailede turduğan analar jip bolğanlıq üçün balalarni mesela 3-4 yaşlargacha hatta mektep yaşlargacha uyda bakılgan işler ketken. Hem Avrupada bolsa balalar yaslini baldur başlaydı. Hem de mana muştaq sebepler tufayli hem de lekin yaslini başlaş, baldur başlaş hergizme balalarni ana til öğrenmeydi degandik emas. Ana til öğrenmeslikka bir sebep bolamaydı. Çünkü göz aldığımızda reallik qarsak yaslini başlap durma ana tilini yaxshi öğrengen balalarımız var. Hem xeyli köp. Lekin bu qandaqlı bolmasin, balalar qo'shnilik muhitga baldur kirgan bo'lg'achqa, balaning turmushida yasli boshlash teshik cho'ng tilning miqdorini bek oshirib yetadigan bo'lg'achqa balaning safari sal qiyin bo'ladi ham vaqti sal so'ziladi faqat. Shundoq bo'lganda, ya'ni bizning Yevropadagi bolalarimizning tili chiqishi hamda Turkiyadagi bolalarga qaraganda ostroq bo'ladi. Turkiyadagi bolalar masalan eng ana tilini bola sinfimizda shu bola eng yaxshi so'zlayolmaydi degan bolaning tilimi xeyli chiqadi ekan hamda mening his qilishimcha. Lekin hamda men o'ylayman, bu hamma davlatlardagi ana til maktablari ders o'tish programmalariga qarasak, buningda ikki xil omil ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi bu o'qituvchi bo'lib ishlayotganlarning bundan burun o'zi vatanda olgan ma'rif tarbiyasidan ulgi elib o'tishlari, masalan, darslarni, programmalarni yetkazishda. Ankin yana birisi shu davlat ma'rifidan o'rnaklarni olish. Masalan, Amerikada bir ana til maktabi bo'lsa, Amerikadagi bolalar o'qiydigan maktablardan. Biz Norvegiyada bo'lsak, tabiiyki mening bolalarimning savodini chiqarguncha Norveg maktablaridan, yaslilaridan behchiq ulgi ilhomlarni olaman degandek. Buni tamamen shunday qilsak bo'ldi. Chunki shu bolalar o'qiydigan normal maktablardagi ma'rifdan, pedagogikadan, metodlardan ulgi olsak, bu bolalarning shu biz Uyg'ur ana til maktabiga yetkazayotgan bilimlarimizni qabul qilishi osonroq bo'ldi. Yepyangi metodlarni kirgizgandim. Agar u maktabda unumlik bo'lsa, biz uni ana til maktabida tabiiyki o'zimizning ana til o'qitishimizga moslashtirsak, shuna moslashgan bir shaklda ishlasak bo'ldi. Lekin endi mening his qilishimcha, bizning qaysi davlatdagi ana til ma'rifimiz bo'lishidan qat'iy nazar, bizda bizning bir taxir xizmatimiz bor. U bo'lsa bizning dars materiallarimizni tuzish birinchidan.
Anandaki ders materyallarımızı birlik keltiriş, okutuş programımızı birlik keltiriş. Pek müştak tahris hizmetler bağ deb o'yladim. Mesela Türkiye'de mi bir neçe mektepler bolsa mesela bu mekteplerin hamısının programları her xil emdi. Nimsek buldu. Menimçe hem mekteplerdeki ana dil muallimlerining bir yig'inlari bo'lsa, kurslar bo'lsa, bosh qo'shsa, shu yerlarda o'tirib maslahat qilib, bir o'rtaq bir muajiratki ana dil ma'rifining boshlang'ich maktab, yasli ma'rif deymiz, boshlang'ich deymiz, to'liqsiz to'liq o'tir maktablarning o'qitish programmalari tuzilsa, ya'ni o'qitish nishoni, tarbiyalash nishoni, buni amalga oshirishning qadam bosqichlari degandek. Anamkin yana bir qilishga ish muhim xizmat mening his qilishimcha biz ama bu savad chiqarishdan keyinki bolalarning savodi chiqib bo'lgandan keyinki ana til ma'rifi uchun zarur bo'lgan til adabiyot darslari, tarix darslari, madaniyat urf odat darslari degandek diniy darsliklarni tuzish. Anamkin bu darsliklar albatta masalan yaş bosqichlariga qarab masalan xuddi 1-yillik, 2-yillik, 3-yillik deb tuzilgandek işte tuzish kerak materiallarni. Haqiqatan materialimiz yo'q hozir. Yani yig'ib eshitsak sizga ijobiy ta'sir berdimi yoki salbiymi? Yani bugungi chet eldagi Uyg'ur bolalar Bana salbiy ta'sir bermaydi. Çünkü bizning chet eldagi ana til ma'rifimizning tarixi undaq uzun emas. Masalan Avustraliya degan davlatlarda mesela Uyg'urlarning Avstraliyaga yerleşish tarixi xil uzun bo'lganligi uchun ana til maktablarining tarixi xil uzun. Ular xil tajribali bo'ldi deb o'ylayman. Lekin masalan Norvegiyaga nisbatan elib aytaylik, Norvegiyada Uyg'urlar kelganda 20 yil bo'ldi. Eng boshda kelganda shu 20 yil bo'lmabdi. Shunda bo'lganda bizning Norvegiyadagi ana til ma'rifimiz bir endi beh surib, endi parvish qilishga, bu haqda izlanish, tadqiqot olib berish, qanday qilsak texim yaxshi qila olamiz degan bir izlanish bosqichida. Endi bu izlanish nihoyat jonliq bo'ladi. Menimcha bo'lganda mening bilishimcha 2018-yil beshidan hozirgacha mayli Norvegiyada bo'lsin, mayli Yevropada boshqa Fransiyada yangi maktab ochildi, Avstriyada ochildi, Belgiyada ochildi. Hatto onalar oilalarni asos qilib turib va yoki bir nechasi birlashib bir to'p bo'lib degandek har xil shakllarda ona til ma'rifini jonlantiryotdi endi. Endi bu nihoyat yaxshi bir uyg'unish. Endi mushtaq qilib biz mukammal bo'ldik degan bir safarni bisyapmiz deb o'ylayman. Shunga bu menga nihoyat ijobiy ta'sir berdi albatta. Allah razı olsun. Bunundan keyin ham sizlardek aktivist hemşerilerninki elbette fedakarlık bilen takım yaxshi bo'lib ketadi deb qarayman. Ammo mening bir shaxsiy fikrim bor bu yerda. Ya'ni bolalar ma'rif masalasida biz beshimizdan o'tkazgan bir masala bor Misrdagi vaqtida. Men ustozlarga, cho'nglarga xat yozgan va yoki ularga davomli degan bizga shu millatninki Sharqiy Turkiston degan bu zaminninki va Sharqiy Turkiston xalqining tunishda, uning tarixini bilishda yoki Xitoyga qarshi Sharqiy Turkiston davosi, mustaqillik harekatini shu Misrdagi bolalar, Talib bolalarga bo'lsin, mayli boshqa dunyoning har qaysi joylarida, bu vaqtda Suriyada tinch vaqt edi, nurg'un Uyg'urlar o'qiyotgan, Saudiya Arabistonda o'qiyotgan, hozir o'qiyotdi va Turkiya deymiz va undan boshqa bir qancha davlatda minglarcha Talib yoki fanni o'qiyotgan bolalar bordi. Uning ichidagi birisiman. Ammo hiçbir zaman ustozlardan, cho'nglardan bizga vatanparvarlik va millatparvarlik dersi o'tilmadi. Biz shuni boshdan o'tkazdik va bugun men mayli Turkiya ma'rifi olsun, mayli Yevropadagi kurslarning ma'rifi olsun, qarasam bir tarafdan ko'ryapman o puroqni, millatparvarlik, vatanparvarlik ideyasini. Yani bir tarafdan jiq ko'rolmayapman. Şunu buningda nima his qilasiz? Masalan, hozirgi Uyg'ur bolalarga vatanparvarlik degan bu narsa loyiqida tushundirilyaptimi? Yani yakfimi, kafimi bu?
Elbette ama bu ana til mekteplerde mayli shaxslar o'zlari uyushib turgan maktablar bo'lsin va yoki tashkilotlar yoki uyushmalar boshqurishki maktablar bo'lsin. Bular yolg'iz bir faqat til kursi emas. Ya'ni bolalarga ana til bilan o'rgatadigan undaq o'rin bo'lib qolsa, buning bizning bugungi realligimizda va kelgusi mavjudligimizda ahamiyat undaq zo'r bo'lmaydi. Albatta bolalar til o'rganib chiqsa, ular o'zing ana tilini o'rgangan ahamiyat bo'ldi, lekin u qadar zo'r bo'lmaydi. Meningcha bo'lgandimi, milliy kimlik tarbiyasi bek muhim. Maktablardami masalan buni bir xil deymiz, bolalarga kimlarning avlodlari ekanligi, nerdan kelganligi, nima uchun bu yerga kelib qolganligi, nima uchun bu yerda yashayotganligimiz, yashashimizning ahamiyati degandek bizning kimligimizni bolalarga to'ntirish va buni unutib qolmaslik, buni qadrlash tarbiyasi berishda meningcha bo'lganda shuar xarakterlik o'qituvchilarning bizga onunğa bek ahamiyat vermeyiz. Bunu şu balalarning yoshlarga masalda ana til o'rgatishdan boshlasak bo'ldi. Ana til o'rgatimiz, masalan 4 yoshli bola uchun elib aytganda, men degan Uyg'ur deb maydalarga mushlab turib so'zlagan qaraganda, u bir ana tilda ota-onasi bilan aloqa qila olsa, Uyg'ur tilida yumshoq qo'shiqlarni ayta olsa, shu tilda so'zlab, shu tilda tafakkur qila olsa, mana bu bir milliy kimlik tarbiyasi şu balık için elib aytganda. Anda o tadrijiy cho'ng bo'ladi. 5 yosh, 6 yosh kirdi, 7-8 yosh kirdi. Mush jarayonda anandan keyin biz onunğa 6 yoshida Chintemir Boturning hikoya qilib so'zlab beramiz deylik. Bu shundaq bir xil qadamma-qadam saviyasini oshirgan holda Uyg'ur milliy Uyg'ur xalq cho'chaklari, dostonlari, masallalari, Uyg'ur xalq masalan Eğiz edebiyatının misallarını düşendirimiz, Uyghur tarixideki meşhur şəxslərini tanıştırımız, ulanın ruhini balalarga singdirimiz. Qilib mush jarayonda endi balalarda milliy kimlik dan iborat bu tonish, bilim shakllandi. Ham mushu bir xil milliy ruh uyg'unu demdi, vatanparvarlik tarbiyasi. İşte qadamma-qadam o'qitish mazmunlari bilan giralashgan holda yetkazish kerak. Ya'ni şuar to'lg'andek, masalan buni qanday ifodalayman, masalan xuddi bir cho'nglarning bir tashviqotlari bor-ku, shuni so'zlagandek emas, har bir bolaning shu yeshidagi qabul qila oladiganiga, masalan ba'zi bir shuarlarni bolalar uqmaydi, masalan bizga biz Uyg'urligimizdan faxrlanamiz deb 4-5 yoshli bolalar deb so'zlab bersak tushunmaydi ular uning faxrlanishning nimaligi, undaq ruh, uyg'unish degan narsani u bolalar his qilmaydi. Lekin mening demoqchi bo'lganim, shu o'qitish mazmunlariga buni qadamma-qadam kirgizish kerak. Paydin-pay mushtaq qilganda, andan bolalar bu Uyg'urlikning nimaligini, o'zining teshikki cho'ng to'pqa emas, o'ziga tava bo'lgan bir Uyg'urlik to'pi borligini, shu yerda o'zini qanday his qilganini bolalar tuyulgan, uningdan bir xil shu to'pga kirganda o'zini shu to'pning ichida o'z his qiladigan, ko'rinmaydigan, u to'pning ichida qo'shanlik topa oladigan, o'zining o'zligini his qila oladigan, men shu to'pga tava degan bir tuyg'ularni bolalar biladigan bo'lib, shu jarayonda Uyg'urlik degan kimlik yetildi. Milliy ruh urg'uydi. Ondan faxrlanish tuyg'ulari bo'ladi. Boshqalarning oldida masalan bir iftixorlangan holda o'zini tonishtira oladigan, men mana mushtaq bir to'pga tava bir inson deb o'z kimligi bilan teshik cho'ng to'plarning orasida yashay oladigan bo'ldi demoqchi. Meningcha bu mujoratga ana til ma'rifida milliy kimlik tarbiyasi degan bek muhim. Uni biz qanday qilsak bolalarga mushtaq singdira olamiz deb nihoyatda izlanib turib shu ma'rifni singdiradigan bir muhim ma'rifning eng muhim qismi amaliyotda. Shu tilimizmi shu milliy kimlik tarbiyasini bolalarga singdirishda eng asosiy omil, eng asosiy qo'ral bo'ladi albatta. Allah razı olsun. Hozir Yevropadagi, Amerikadagi va yoki muhojiratdagi Uyg'urlarda har yili bir ta'tilga chiqadigan bir
iş var. Köpünçe Uygurlar tətilə çıxıdı. Tətildə ata-analar balalarını hep çıxıdı xas halətdə, aile şekilde köpünçiləri. O ya ki bəziləri hep çıxmaydı. Ama bugünkü gündə qarasak balalarınki uçuş faaliyetlerinden pek tövellikini his qılıbatımız. Yani bolapmı Avrupa'da balalarca uçuşamaydı, uçkaştırış faaliyetlerine ait töven boladı. Bununla nispeten qandaq qaraysiz? Muşu bir oýlanýatgan iş endi. Şahsen ben bu yıl yazda his kalırım dep desem, Hoş. bu yıl yazlık tatilde Türkiye'ye ketdik. Tatil kılış üçün. Endi Türkiye'ni tanıdık. Hem talim ki mening 2 ay tatilim bolganlyk üçün 2 ayga ýakyn turdyk İstanbul'da. Bu jarayanda mesela balalarni okuttum. Mesela kiçik oğlumның deki Ravrus Uygurça undaq sözlep ketmeydi. Norveç sözlü bolatdy mesela. Şu Türkiye'ye berip bu yerde akademileri var, Uygur mektebi bady. Bu Türkiye'de memniyet Türkler degenden dikin bizim uçraşkımız fakat Uygur topi. Biz başka insanlar fakat Uygurça sözleşiyordu. Yani Norveç tilmoydadan çıkıp ketdik degендek. Şu jarayanda mening oğlum Uygur sözlep ketdi, mesela kiçik oğlum. Netçi vaqtın ayaqı biz izçil Uygur sözlep ketkenlerimizden toplaganlarını hammani çıkarıp şuna Uygurçany ravan sözleydigan bolup ketdi hazır. 2 ayda bir til öğrenip aldı da. Mesela jilqanlarını toplap çıkardı. Yani onun bir Uygurluk tuygulary şu yerde bir partlap çıktı. Yani o Uygurluğunu başkaça tonudy. Şu 2 ay jarayanda. Yani ben bir Uygur, bu etrafımda Uygur adamlarning hammasi Uygur sözleydi. Ben bu Uygur sözüşüm kerek degендekçi. Şunu hem de başkaça his kıldı dep oýldum. Şu manadan edip etganda men oýlaýman, mesela şu jaryanlarda mesela tıllarda bolgan özgürlüklerini mesela dostlarımız ködi, şu Avrupadakiler, Norveç'te dostlarımız degендek görüp hemmesi mesela balalarını elip başta bir yazlık bir okutuş terbiyeleş orulları boz şu yerler apağısı, yazlık mektepler boz apağısı, yazlık tatillik programlar bolsa, lagerlar boz apağısı geldi. Hem hatta bizge açtaq yerler boldy. İşte yazlık mekteplerini açsanlar boldy ki İstanbul'da. Balalarımızı elip kessek diyenler boldy. Emniyette bu kılış tamamen mümkün işler. Hem naiti ünüm berdigan işler. Mesela yazlarda açtaq mesela siz dediniz o tatil kılıp bir yerler ketimiz dep. Tatil kılıp mesela biz tatillik programlarını teşkil etsek, mesela İstanbul'da tatillik mekteplerini açsak, dünyanın hem yerden kelgen balalar mesela Uygurlar başka yerlerge mi bardy diken Türkiye'lerge mesela şundaq çıkıp barmız. Her yazlık tatil berip bir işki iş pişep tutup keliş diyen ait bir umumlaşkan işlemdi. Ýa-ki bolmasa ata-analar şu məxsus şu balının şu başka wagtda işlep aldyraş bolmazki bir ýylyň başka wagtda şu yaz peslinde bolsunmu biz bir däm edişlerimizni jygyp şu balalarymyzy çokum eşeği bir okutuşynyň apyryp okutuşynyň bir mümkinçiligini ýarataýly ede. Şu balany merkez kanalda açtaq bir tätillerni planlasy bolady. Andikin şundaq yazlyk programlarny mesela İstanbul'da kılıç tamamen mümkin. İstanbul Uygur balalarynyň tilleri ýaxşy. Ýawropadan bargan balalar ular bilen aralyşyp okuýdy bir sınıflarda. Şu jaryan tonuşudy, dost boludy, Uygurça sözleşidi. Bu til degen şundaq näse, bu til degen ilki kiçik balalara öýde oturup elip ma diýen alma daňa balam dep getmepsem şu bal bilen oýnaş jaryanında şu til alaqa kança canlyk, kança özüni unutgan tabii bir ýosunda bolsa, bu til alaqa kança jyk bolsa, hem canlyk bolsa, bu balalaryň öýrenişi en önümlik bolgan gep. Mesela men 2 ay jaryanında kiçik oglumga hiç öýretmedim. Hiç öýretmedim. Lekin qaytyp kelgenden kiyin men şu tabii til alaqaly jaryanında şu 2 ay jaryanında öýrenip algan nurgun ýeňi sözlerini aňladym. Demek ma sözlerini eşeler öýrenip alpdyjmy bu dep. Demek aş tilini işitiş jaryanında öýrenip aldy. Şundaq bolganda mesela siz degендek açtaq tätillerni biz açtaq planlaş arkaly İstanbul'daki mekteplerge iltimas kılıç, ularning açtaq bir programmany imkaniyetlerinden barça ulaştırışı qarap ata-analar tätillerini plan kısy boldy endi balalaryny ip beriş üçün. Mesela kiler jilleri hem bu gep degenni qılmak intaýyn asan. Mening bir makal temsilim bar. Dünýäde gep qılmak asan depçi. Kiler jilleri
aşındaq bir tətil, kurs və ya ki ne deyimiz, piknik demdi, Türkçe'de piknik deydi o. Uygurca'da faaliyet demdik. İşte balla faaliyetlerini orlaştırış imkanımız bulamız sizce? Yani bir emili bir gep bop kalsamış şu işkiranda. Neyimiz Orun meselesi de hem de bunu mesela Türkiye'de kılımız desek şu İstanbul'daki mektepler, yakımsı şahslar, yakımsı şunda kılaylı da bir uyuşulgan faaliyetçen kişiler bulsa Orunların halkısı buludu. Anam kim bunun bu yalğız ulananla hizmet bulup kasımı doğru bulmaydı. Hem de bunun mesela dünyanın başka yerden baralaydıgan ana dil okutucuları, şu yerde yazlık tatil programlarını bilip plan kılıp, şu yerde derslerini ötüp, vallahi yedekçi bulup, şu yazlık tatilin programlarını yaxşı orlaştırıştı. Başka yerden bardığan malumlar küşkası buldu mesela. Yani bu işler anlamak mı eğer plan kısa, məbləğ məsələlərini məsələn ata-Allah ballarını apıb oxutulğan bolğandıkən, dilləyim işlətimiz emas mı pullarını? Siz neymiş tutudu məsələn? Ata-Allah şu məktəblərdəki pullarını tapşırsa oxuşaqlarını, şu arqılıq məsələn orun joy məsələləri həll boldu, materiallarını qılıdı, malumlarga ancha-muncha əcr haqqını berdi degəndək. Başqa qılıb məsələn bundaq bir yazlıq lagerlarını, yazlıq məktəblərini qilish tamamen mümkün. Nima üçün mümkün bolmaydı məsələn? Menimce bolğanda. Elbette inşallah. Muşu söhbetimizdeki bir vesilesi bilen kelgüsüde açta bir faaliyetli teşkilinip kalsa mesela nimede Türkiye'de inşallah her jile bir davam kıp kalsa bunun bir vesile olgan bolumuz. Ferhat Yorunkaş efendim telefon kıptı. Sözünü anlap baksak. Üzülüp ketip kaldı herhalde. Ben yana ulaşık erişime. Esselamu Aleyküm Ferhat efendim. Programman takip etsizler. Programman takip etip oturlukta 15-20 sekund vaqt var. Şunu bir mas kelmeydi. Programman takip etip sözleyemezsin. Avazları yaxşı. Oldu. Assalamu alaikum Tecelli Ustaz. Bugünkü programına ait emniyet kitap karayımı özlüküp fedakarlık esbirullah oval. Bizninki dünya uğru diniki istiraki ve siyasi mesul Mao Reisi Erkin Ekrem Efendi bilen ait emniyet bir sohbet oldu. Rahmet. Alo? Anlamadı yaxşı. Sohbet oldu. Onun ilkinde onun da ehemmiyetli bir sohbetine başladılar. Ben bayınıya ve başına ahır anlatılı ben. Oldu öyle ben özüm şahsi namımdan hürmetlik hem kaderlik fidakar bu ustazımız Gülnar Hanım'a Allah'ydı rahmet etti ben. Allah'ydı minnettarlığını bildirmek çünkü biz bu yıllık Noruz mezgilde Norvegiyanınki paytahtı Oslo'da bu Nobel Mukafat Gençlik Komitesi'de bir ilmi muhakam yığını ötküzgen ve şundakla Oslo'da Uygur yaşlarına halkara bilimde bu iş terbiyeleş kursu açkandık şu mezgilde biz Norvegiya Uygur Komitesi'nin uyuşturuşuyla Noruz Paliyeti katlaştık. Yani ben Dünya Uygur Kultuna Reis Tolkun Esa Efendim Sınav Faykı Erkin Ekrem kocamız Amerika'nın numara kanat efendim hemmemiz var. Katnaşkan vaktimizde hazırki özlerinin sohbetleri katnaşı vatkan kaderlik Gülnar Hanım şu Noruz Paliyeti'ge ve sesli kıldıkken bu Noruz Paliyeti'de maharet gösterkenler hemmisi şu hanım üzerine sesli kıldıkken bu Uygur Mektubu'nunki okuyuşlu iken biz görüp hanımın sözlerini anlayıp şu jarayanda ballarını organizasyon kılış usulları şekli metodu emini görüp işimizden suyunup kettik hem de bu tarafları maşayana ait hoş olduk işimizden suyunda hakikaten ait kıtlarlıkken
bütün balalar, mesela balaların içinde dans oynaydigan balalar varken, nakş etdigan balalar varken, şiirlik musika kıldigan balalar varken, ama kulaslık kelgen vaqtida hanım özü turballık ama nayda anlayışma Türkçe etken vaqtida nayda anlayış göstergen de balalarga, bütün balalarga nayda mehribanlık. Bu bizga nayda cho'nqur ta'sir qilgan. Bugün Bayniyar'da etken sözlerinde nayda xursand bo'ldim. Nayda ilmi yo'sinda fikr qildi, nayda pedagog ilmiga mos keladigan shaklda fikr qildi. Buni men chet elda muajiratda shu Uyg'ur ana tili kurs ichayotgan, maktabni ichayotgan bütün ustozlarninki o'rnaklashiga tegishli o'rnaklash xarji deb qarayman. Endi men bu yerda bir uchurni aytib qo'ymoqchi. Yaqinda masalan shu taxabbrat bo'lmadi, Markaziy Millatlar Universiteti, yani Xitoyninki. Ninki bir terrorizm tadqiqot edilen bir grup var. Aşınınki e'lon qilgan bir maqolasi bor. Bu maqolada Sharq Turkistonchilarning, ya'ni Sharq Turkistonchi terroristlarning qo'lidagi 3 cho'nqizor degan shaklda bir maqola e'lon qilindi. Bu 3 cho'nqizorninki birinchisi bu yerda Uyg'urlarninki fiziologik qurilmasi, ya'ni chiroy shakli bizga tamoman o'xshamaydi. Bu Sharq Turkistonchilarning qo'lidagi bir ko'zor. İkinci kozor nima? Uyg'urlar o'zini biz bundan da musulmon millat deb qaraydi. Diniy e'tiqodiyatga o'xshamasligi bularning ikkinchi kozori degan. Uchinchi kozori bularninki ona tili degan. Til jihatiga olaylik bularning o'zining ona tili degan. Ama shu 3 kozorni sanab kelgan vaqtida bularning qo'lidagi eng cho'ng va eng xatarli kozor bularning ona tili degan. Şu xulasa kelganda ham shu xulasani bergan. Taxbirat to'g'ri e'lon qilgan maqollar cho'ng maqollar. Demak, bu yerda bu Xitoyninki e'lon qilgan bu ilmiy tadqiqot maqolasini shuni ko'rilishga bo'ldiki, bu yer ona tilining uyumligi. Bu o'zimizning milliy mavjudligini saqlab qolishninki naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi. Dushmanimizmi buni tasbit qilgan. Buni tadqiq chiqqanda hamda. Şunu üçün keyinki bir qancha yildan buyon bo'lib shu Uyg'urlarning milliy markini cheklash jihatini ilib qo'ygan. Uni cheklash jihatini tuziltirgan siyosatninki oq ko'rinishida Xitoyninki bu tasbit bor. Bu hukm bor. Bu yerda eng xatarligi bu yerda shu Uyg'urlarning ona tiliga degan. Biz hem de hazır muhaciratda 1 milyon, 1,5 milyon Uyghur yaşayamiz demiş. Bütün devletler, mayli Garibi Türkistan'da olsun, mayli Garip devletlerde olsun, ya Türkiye'nin merkezi kalan Orta Şarkı devletleri olsun, nurgun teşkilatlarının karımıda, cemaatinin karımıda ona dili mektebi kuruldu. Ama umumimizlik ahval qaraydigan bo'lsak, biraz bizni biraz afsuslandırdı hem de. Bir yerde muvaffakiyetli deb qarayolmaymiz. Mesela ben Germaniyanı misal keltireyim. Germaniyada hozirgacha masalan ona til maktabi 1998 yili tunji qatim shu yerda boshladi. 98 yil, 99 yil. Hozirgacha 3 qatim ochdik, taqilib ketdi. Bundan keyin 6 oy to'xtab qoldi, yana davomlashtiramiz, yana 3-4 oy to'xtab qoldi, davomlashtiramiz. Bundan keyin to'xtab diniy kursi ish baqaydi, Qur'on kursi ochdik. U 3 oy davom qildi, to'xtab qoldi, yana 2 oy davom qildi, to'xtab qoldi. Onundan keyin biz san'at kursi ochaylik deb san'at kursi ochdik. Bu biraz davom qildi hamda. U biraz davom qildi, to'xtab qolmadi bu yerda. Shuni biz o'tganda men bizningki bu pedagoglar va masalan Turkiyada istiqomat qilib turayotgan Abdulla Oyib efendi bilan so'zlashdim. Nima sababdi bu? Bir turlik buningda bir izchillikni saqlayolmadik. Deb vaqt çok ko'p iznish yapmadik. Bu iznishimizning javobini bayoniyab anglab o'tdim. Gulnar Hanım Nait Obdan bunun tespitini yaptı, bunun Nait Obdan cevabını verdi. Yani bir yerde ballarının kısık alaylığa hürmet kılı asasda. Ballar neme kızıkıdı mesela mecburlaşamaz bir yerde. Mecbur tanımasın ballarınki nemege kızıkıdı, ballarınki alaylıkları, kısık alaylıkları bularını obdan analiz kılıp tadqiq qilib, şularni maskildigan mecburlamay, ularning ishidan o'zi qiziqadigan bir yo'lni, bir metodni bir pedagog bir yo'lni tepish naytimi imkonda endi. Bu Türklar mana deydi.
o'sha Germaniyada faoliyat qilib bo'layotgan turklar biz dastlab kelgan voy Qur'on o'qisamiz qatnashsam shunga majbur akratdik voy ma turishini bilsam deb majbur akratdik ammo bir turlik başaramadık deydi biz qaqshab aytmaydi qanchalik turk tashkilotlar mas'uliyat deb baramizmi oxiri biz qo'par to'xtab bo'lmaydi ekan biz hammani birlashtirishimiz kerak bolalar nima qiziqadi birinchi yo'li bolalar san'at qiziqadi Anadoluning madaniyatiga kulturiga uning bilan tilni uning bilan yezikni uning bilan dinni hammasini birlashtirib bolalar qiziqadigan bir yo'lni topgan vaqtda anandan keyin buni davomlashtirayotganmiz va buning izchilligini saqlayotganmiz degan bir yo'lni topdik biz hozir shu shaklni qilyapmiz hozir masalan Germaniya turk tashkilotlarining butun maktablarining hammasiga borsanlar mayaqda bolalar naqsh etayotgan mayaqda Qur'on kursi bor mayaqda yana o'ziniki tilni o'rganayotgan mayaqda yana bolalar Anadolu'niki emasdan qizlar kashf qilayotgan Anadolu'ning madaniyati xosat hammasiga bolalar nima qiziqsa shunga ko'proq ahamiyat bergan Şunu ben o'ylayman Gulnar xonimninki hozir deganlarim to'g'ri biz bunda bolalarninki xohishiga biroz ahamiyat berishimiz kerak bolalarninki qiziqishiga ahamiyat berishimiz kerak hargiz majbur bo'lmasligimiz kerak bo'lib g'arib dunyosi ham bir bolalarni majbur qilmaydi bu vatan emas hamda oyoqni tutib yoki nima bilan qilolmaydi shunga bolalarni o'z ishidan kelib ya'ni qiziqib qildiran bir yo'lni topsak to'g'ri deb qarayman shunga takrar men o'zim shaxsiy nomimdan mamlakatga Şinjan Üniversitesi'miz atanmış Şarkı Türkçemiz til okumak mening kasbim tilshunoslik shuni men bu yerda Gulnur xonimninki qilgan bayonlarini so'zlarini ta'lilini bergan javoblarini aytib mukammal deb his qildim shuning uchun alohida rahmat aytish majburiyatini his qilib o'tilibni berdim rahmat Rahmet sizga ko'p rahmat Ferhat efendim Allah razı olsun. Aslında Gulnur xonimning texmi ilmiy suhbatlarni ilmiy nasihatlarini ve yol yoruqlarını texmi ko'p ilib olish niyatida edim ammo bugun bu yangi bir programma qilganligimiz uchun biroz o'zimdan biroz charchash va ham oldingi programmamizda biroz ba'zi masalalar o'tirib qo'yilib qoldi. Şuna ilmiy masalalarga bek ko'p kirmadim ammo qarasam Gulnur xonimninki bu jihatda xil alohida iqtidorining borligi gap so'zlardan jumlalardan ko'rinib turdi. İnşallah oldimizda kelgusi zamonlarda buningda yana bir maxsus programma o'rinlashtirsak va tashkillash xarakterida bir ish ilib borsak bo'ldi. Bu faqat ikkirandan iborat bir yer emas. Tashkillasak bo'ladi. Nurg'un narsalar tashkillanyapti zaten bu ikkiranning oqisida oldida. Masalan, abay bir yangi gap chiqdi. Masalan, Turkiyada bolalar lageri meselesi inşallah bunu qildiganlarmi kelgusida chiqib qoladi. Hech kim qilmasa biz qilsak bo'ladi inşallah. Ferhat efendimning so'ziga men sizga so'z bermay, uning qarta bir gap so'zlari bo'lsa, olsak bo'ladi. Marhamat. Oldi bilan men lager meselesinde Türkiye'dekilerin kuch chiqarishi muhim. Hem bunun kuch chiqarayotganlar bor. Masalan, Abduvali Ayıp efendim o'tgan yili bir yazık lagerinin tuturuşunu çıkargan Uygur Yer Fondi. İki fonga hamda nurg'un atallar, şahsen ben tanıdığım atallar, o'rni sal jiraqkan, rasxoti sal jiqkan degandek har xil sabablar bilan masalan tizimlatganlar oxirida faqat 4 oylik bo'lib qolganlik uchun bu yazık lager amaldan qoldirildi. Bunun planlash ishlaridimi balkim biz texim yaxshi o'ylansak başka devletler yaşayotgan Uyg'urlarga texmi qolaylik keladigan bir shaklda qila olishimiz mumkin. Hem bir yerda ashaddiy kuch chiqarib xizmat qilayotganlardan boshqa ota-onalarning mushning muhimligini tunishmi bek muhim. Ya'ni başka devletler yaşayotgan ota-onalar mushu bir qimmatli 2 oydagi bir yazlık lager faoliyati orqali yoki bir İstanbul'dagi bir Uyg'ur ona til maktabida bolasini bir oy 2 oy o'qitish orqali şu yerki Uygur topu bilan uchrashtirish, şu yerki til yaxshi bolalar bilan uchrashtirish, o'ynash, shu ko'ngilli kayfiyatlarning ichida bolalarning ona tiliga keladigan manfaatini ota-onalar muhim deb bilib, shundoq chaqiriqlarga qizg'inlik bilan ovoz qo'shishi, bolalarni balam sayohatini qilamiz, mavi beks eng ko'ngilli, eng manfaatli sayohat shu deb bolalarni shu yerlarga qiziqtirib itib boradigan bir ota-onalar bir aktiv pozitsiya bo'lish kerak. Bu bek muhim.
Qo'shib qo'ygim keldi. Endi Ferhat Yo'ronqash efendimning bergan baholariga ko'pdan-ko'p rahmat. Endi biz balkim nurg'un narsalarni his qilib yetolmayapmiz. Pedagog emas, biz tilshunos emas, endi o'qigan shu bilimlarimiz buning balkim yetarli bo'lmayotdi. Lekin endi yuqorida bayon qilganlarim butunlay muajiratda ikki farzandlik bo'lib, mush bolalarni Uyg'ur qilib tarbiyalash safarimda his qilganlarim. Rishdan ko'rganlarim, yig'inchoqlaganlarim demdi. Ham Uyg'ur ona til maktabda men har xil bolalar bilan uchrashaman. Ailede ana dil terbiyesiga ehmiyet verilgen balla, ehmiyet verilmeyen balla, kızgın balla, aktif balla, ya mektep kızıkmayan pasif balla diyendik. Hem de her xil ballalarını görmen. Muşu ballardan bir ortak nesnesi bilmen. O bolsun nimotsa bu Uygurluk diyen, Uygurluk tuygusu, bu millet söygüsü diyen, nimdeyimiz her kandak baldı boldukken. Qanday bo'ldi ekanda? Hemme balda şu kiçik vaktlarda mesela bir Uygur anadan tuğulup şu Uygur anadan mesela bir imip balla çoğun bolğumuş jarayanda şu bir mihir muhabbetinden bu balanın kalbi suğurluş jarayanda bu Uygurluk diyen tuygula ballağı berilgen. Endi lekin bu Uygurluk tuygusu teşitki çoğun bir til ve medeniyetinin iskentisi turdu. Endi bu teşitki çoğun til medeniyet bizni Xitaylı Xitoydagi bir maqsadlik sistemlik elib berilayotgan bir assimilyatsiya qilish siyosatining siyosatida vayron bo'lib ketmagandek undaq shaklda tahdid kuchimizmi, lekin biz nayt bir kichik guruhi bo'lish sifatimiz bilan teshidagi shu miqdori nayt cho'ng bo'lgan, ta'siri kuchli bo'lgan bu til madaniyatining til va madaniyatning xirsiga duch kelamiz endi. Shu jarayonda oiladagi ana til ma'rifi bek jonlanmasa, ata-onalar nurg'un masalan til o'rgatish, madaniyatimizni so'zlash, tunishtirish, tariximizni o'rgatish degandek shu mazmunlar da ketib berib so'zlab berishimiz men balamga mani o'rgatmasam bo'lmaydi. Men buni vatandan elib kelgan shu tilni, shu madaniyat, shu tarix bilimlarini, shu dinni men o'rgatmasam shu balam buningsiz ketib qoladi, men o'ylab ketsam men bilan ketib qoladi degan bir hushyorlik bo'lishi kerak ota-onalarda. Bir aktif pozitsiya bo'lishi kerak, bir o'rgatish irodasi bo'lishi kerak, ham bir izchillik bo'lishi kerak. Bu vaqtda bilim elish kerak ota-onalarmi. Bo'lmasa bolalarda hamma bolada bo'ladi degan Uyg'urlik sevgisi tuyg'ular aş bir haltıda qilib qoldi ekan. Buni endi aş bexni aş bexni tarbiya qilish, ko'kiltish endi bu muajiratga ota-onalarning ham ana til maktablarning xizmati, muhim xizmati. Men maktabda bayan Ferhat efendim degandek men darsxonda mandayliqi. Bolalarım nima qilishni yaxshi ko'rsa, shuni men o'qitishda bir qo'ral qilib ishlatishga bek kuchayman. Mesela aldığım sınıfımki bolalarımның hammasi rasm chizishni bek yaxshi ko'radi. Shunda qo'l rasm chizaydik. Her saat, her yakshanba kuni darsimiz bir rasm chizadigan bir ishimiz bor. No'ruz kelsin, No'ruzlik rasm ko'rgazmasi qildik shu chog'da. Qurbayit kelsa, Ramazon kelsa, Ramazon to'g'risida rasm chizdik. Uni chizdik, buni chizdik. Shundaqmi? Mushu jarayonlarda bolalarning shu masalan bahor keldi ya, bahor temizli bir rasm chizaydi desangiz, u bahordagi bir manzarning ichiga bir bayroqlarni qistirish, Uyg'urcha kiyim kiygan qizni qistirish, sangzi sevayotgan opani qistirish, qizlarning chechini o'rib uzun qilish, beshiga do'ppilarni kiygizish, Uyg'urcha fasondagi bir yerlarda ko'rib olgan. Da Uyg'urcha uylarning fasonlarini bilmaydi masalan. Men balam aslida bir Uyg'urcha uydek uy sizatgan, sen bundaq uyni nerede ko'rgansan, bir naqshida ko'rgandim dedi. Masalan, demek bolalar Uyg'urlikqa xos bo'lgan nurg'un elementlarni shu oddiy bir asarlarga kirgizyotdi. Demek bu shu bolalarga bir Uyg'urlik tuyg'ulari, bola bir o'rmonlikni sizatdi, gullarni sizatsa, bu bir bahor bo'ldi amaliyotda. Bunday bir go'zal bahorning manzarasi, tasviri. Lekin bola ashada unutib qolmayotdi. Shuningga bir Uyg'urlikqa oid bir mazmunlarni singdirishgan. Shundoq. Men rostdan desam bolalarimning ashtaq asarlarini ko'rsam, nayt ta'sirliman. Hem ularning oldidagi nima desam bo'ldi, majburiyatimizning qanchalik ig'irligini his qilman. Bolalarni har ketim ko'rgan vaqtimda. Bolalar bilan paranglashsa, bolalarning suhbatlarda bolalarning og'zidan chiqayotgan gaplar emniyeti bolalarning qalbining, ro'yi dunyosining biz o'ylagandek undaq oddiy emasligini biz shu gaplarni olgan vaqtimizda his qilamiz. Shundaq chog'larda o'ylayman, emniyet ular nurg'un ishlarni o'ylaydi, nurg'un ishlarni biladi, his qiladi.
Lekin qandaq bo'lib texmi yaxshi Uyg'ur bo'lish bu yolg'iz bolalarning vazifasi emas. Biz ularga yetakchi bo'lamiz, yordamchi bo'ladigan gap. Endi shunga bu mojaratdagi bolalarni Uyg'ur qilib, tilini Uyg'ur qilish, dilini Uyg'ur qilish bizga qancha mushkul kelsa, qancha raqobatlarga duch kelsakmi, biz cho'qim buni amalga oshirishning amallari, usullari haqida izlanishimiz kerak. Bu mushkul vazifani üstümüzge ilişimiz gerek hem bunu becanlılık bilen orundaş gerek. Rahmet, Allah razı olsun. Nəhayət qimmatlik bir fikirlərini verib atsınız. Amma vaxtımız ayaqlaşıb otudu. Ata-analar toğrusida mən axırqı fikirlərinizni ilişdən burun mən bir şəxsi fikirni qaytıb qoysam. Biz bir yığınğa barğan edik bir zamanlarda Türkiyəyə. Bu yığın nurgun adam qatnaşqan bir yığın. Bu yığınğa nurgun dövlətlərdən doktor, professor, ustazlar nəhayət köp kelgan. Ay ətigini namaz bomdatda yinib akşamı 12'gece şu toxtumay konferans anlayımız. O doktorun keyinden bu doktor, bu şehir başlığı, bu palançı, bu pokonçu açta kalıp bu 3 günlük yığında nahayet bir ciddi hop gitip emmeylen kakşıp ketken tok, dat dep ketken tok. Ballarının meselesi de men bir şahsi fikirim ilacı ve köngül içişini maksat kılınsa destek kademlerde köngül içi karakterdeki oyunlar, köngül içi karakterdeki okutuşlar tətildiçu. Aşında qılıb başlansa bu 4 ay bolsunmu bağan bolsanlar bu yıl inşallah 6 ayla keler yılı 8 10 16 aylı bolishi mumkinti. İnşallah muşu balla faaliyeti, balla köngül içiş asasen kişilerin tətildən faydalanıp ballaның tətilini qılıb beriş bilen başlansa bu iş inşallah kelgüsüde o okutuşunu onun yandaştırıp başlayıp keyin andın asaslı xizmetke aylandırsak mı bolur dep oylayman. Şoňa eger açta yazlyk tätil kıldıgan pilallar açta işli bolup qalsa, köngül iç ballarning köngül içişini, ballarning uçuruşini, ballarning oyun ölüşini asas kılıp işilip berilse bek yaxşı bolur dep oylayman. Siz bütün dünyadaki Uygur ata-analarga balları toğrusida, farzandlar toğrusida, ma'rifi o'qish to'g'risida nima deysiz? Sizning shu oxirgi fikringizni elib o'tib programmani oyoqlashtirmay, chunki sizlarning ayadim soat 12 bo'ldi. Sizni saqiltib qo'ydim, charchitib qo'ydim. Yana bir qatimliq programmada andin yana siz bilan tafsiliy bir paranglashamiz inshaalloh. Mening ata-analarga deydiganim shu darsxonamning shuari. Bu faqat ikki jumla so'z. Hem bu iki cümle söz biz oygandık. Bizning beşimizga zulm ağırlaşkan siri biz burunqi hech qanday bir davrda ko'rilmagan darajada uyg'onyapmiz deb o'ylayman. Bir uyg'ongan Uyg'ur hamda bu shuarning nima demoqchi ekanligini tushundu. Men deyman bugun Uyg'urlar dunyoda bir Uyg'ur oilasi qolsa, shu Uyg'ur oilasi shu oilaning bolalarini Uyg'ur qilish uchun Uyg'urlik muhabbati bilan va bu millatning ahvolini o'zgartirish uchun xizmat qilgan, majburiyatini to'nigan va irodasi bor bo'lgan bir avlod tarbiyalash uchun shu bir oila qolsin, shu bir oila yana bo'shashmay kurash qilish kerak yana. Qo'ldan nima kelsa shuni qilish kerak. Shu darsxonda shu shuarimni deb keldim har vaqt. Vatandagilarga shuni dedim, chet eldagilarga shuni dedim. Men deyman biz bugun her bir Uyg'ur oilasi o'zimizning oilamizda bir ona til maktabi çıkışımız gerek. Özümüz yaşavatkan şehirde ana til mektubu bolsunmu, şu ailede bir ana til mektubidek bir ana til üyütüş ve üyünüş keyfiyatı buluş gerek. Pozisiyesi, kızgınlığı buluş gerek. Ata-analarımı dep kelyapman, her bir ata-ana bir ana til okutkutusu bolsun dep. Yuqurda mı bunu dedik, bayamdan beri. Her bir ata-ana özünün balısıga üyütüş üçün ya da zörür bilimler var. Balaga bir bilimni öz biliş bir gap, onu bir balığa qandaq bildiriş, yetkizиш, bu başka bir ilim. Şu ilim üçün nemi zörür bolsa, şunun zörür bilimlerini ata-analar ügünüş üçün tiriş gerek. Hazır bunun ügünüşünün mümkinçilikleri mi var? Özümüz balalar psixikasiga kitaplarni okusak boldu, materiallar burun yoktu, hazır tercüme kılınmadı, tercüme kılınanlar bolsa özümüz turmuş dövlətlərinin tillərində okusak boldu. Ana til okutuşuga ait materiallarni tüzüp takip atkan fidakarlarımız jiq. Hazır
balalarga ana til öğretiş iradesi bar ata-ana bolsa, bununğa yardımcı bolğan materiallar yo'qlikdan barliq kelyapti. Bundan keyin texim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Şuna her birimizde bununğa faqat sus qarmaydi. Yada bekliqi ulug'vor naytı kişinin rolünü götürdiğen gaplarni qilishimizning hojati yo'q. Buningda her bir ota-ona men balamning ana til o'qituvchisi. Mening mushta bir muhim xizmatim bor. Bo'lmasa bu balam Uyg'ur bo'lmay qolsa, men buning oldidagi majburiyatimni o'ylashim kerak. Deb bu xizmatni qilish irodasini shu bola tug'ilgandan boshlab, bola bo'voq vaqtidan boshlab bolaning tilini chiqarish kerak, tadrijiy savodini chiqarish kerak, ana tilini sistemli tadrijiy o'rgatish kerak. Hem keyingi cho'ngroq yoshlarga borganda maktab yoshiga yetgandan keyin ana til maktablarini qo'llash kerak, shu yerga olib borish kerak degandek. Mening deydiganim shu. Hem bu xizmat cho'qim bir aktiv pozitsiyada izchil davomlashishi kerak. Toki bolalar 17-18 yoshlarga kirguncha. Şunak. Allah razı olsun. Mening asli sizden soraydigan sualim intayin köp. Bulapmı bala terbiyesi, bala psixikasi meselesi, ondakin yaşlar meselesi. Hatta hozir sizin qilayotgan xizmatlaringiz bu sosyal xizmat nihoyatda pek muhim bir xizmatni qilib o'tibsiz siz aslında. Yani so'zlashadigan nurg'un narsalar bor ekan. Vaqt munosabati bilan bugun mushagicha bo'lib tursa, Alloh xolis kelgusi zamonlarda yana bir programma o'rinlashtirsak, her zaman her vaqt biz sizlarning yoningizda men shaxsan buni qo'llayman. Bo'lib bu ana til ma'rifi shu balalarimizning kelgusiga munosabatli har qanday bir o'rgatadigan mayli lager masalasi bo'lsin, ya'ni ko'nglich lager deydi. Nurg'un masalalar. Sizning eng oxirgi aytib qo'yadigan so'zlaringiz bo'lsa olma, bo'lmasa programmani oyoqlashtirma. Mening boshqa so'zim yo'q. Rahmat sizga. Ko'p rahmat. Kech olganda sizni saqlatdim va charchitib qo'ygan bo'ldik. Alloh ko'p ajr bersin inshaalloh. Hem ko'p ajr bersin. Keyingi programmalarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar inshaalloh. Alloh omonat. Aziz qarindoshlar, bugun programmamiz bu yerda oyoqlashadi. Bugun bu haftada bir muhim xabarlar programmamizni boshladik. Bu munosabat bilan bir qancha qarindoshimizni ziyorat qildik va avariy ma'lumot anglatdik va xabar berdik. Bu jarayonda bir ikki qatim texnikalik xatoliklar bo'ldi. İnşallah bundan keyin davomli bu texnikalik masalalarni tuzatishga tirishimiz va taraqqiy qilamiz, yangilik yaratishga qarab yuzlanamiz inshaalloh. Hurmatli Gulnar xonimga rahmat va Erkin Akram efendimga rahmat. Yana bir qatimliq programmada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.